Mavzuyimiz ekspressivlik mavzusi. Ekspressivlik bu genotipga ko'p ham ta'sir o'tkazadigan kattalik emas. Asosan fenotipda bir belgini kuchlimi, kuchsizmi, o'rta darajadami namoyon bo'lishini ko'rsatib beruvchi kattalikdir. Bu o'sha fenotipga bog'liq bo'lgan narsa asosan. Xuddi penetrantlik ham genotipga ko'p ta'sir qilmaydi-da, fenotipda o'sha belgini yuzaga chiqishini yoki yuzaga chiqmasligini ko'rsatadi-ku. Bu ekspressivlikda penetrantlikdan farqi shundaki, ekspressivlikda bitta kasallik bo'ladigan bo'lsa, o'sha kasallik yuzaga chiqqanda o'rtacha yuzaga chiqishi mumkin o'sha kasallik. Kuchsiz yuzaga chiqishi mumkin yoki juda kuchli yuzaga chiqishi mumkin. O'sha yuzaga chiqish darajasini ko'rsatuvchi kattalik ekan. Misol tariqasida bitta narsani tushuntirib ketamiz. Tovuqlarda tananing titrashi bor. Bu ressessiv belgi. Tananing titramasligi katta dominant belgi. Endi o'sha titrash 3 xil namoyon bo'lishi mumkin. Kichkina masalan kichkina titraydigan tovuq. Ularda o'sha titrash 3 xil namoyon bo'lishi mumkin deylik. 20% tovuqlarda kuchli titrash. 30% tovuqlarda o'rtacha darajada titrash. Qolgan 50% tovuqlarda kuchsiz titrash, ya'ni kam titrash yuzaga kelishi mumkin. Agarda katta va kichkina holatda bo'lsa, mutlaqo titramaydi. Chunki titrash belgisi o'zi resessiv belgi hisoblanadi. Agar biz dominant belgida ekspressivlikni o'rganadigan bo'lsak, resessiv belgilar, resessiv genga egalar o'zi umuman o'sha belgini namoyon qilmaydi. Endi biz o'rganayotgan titrash, tovuqlarda titrash resessiv belgi. Shuning uchun resessiv gamazigota holatda ekspressivlik kuzatilyapti, dominant holatda esa ekspressivlik kuzatilmayapti. Xuddi o'sha penetrantlikka o'xshab ketadi. Bitta masala tuzib ko'raylik, kichkina. Misol uchun mana bunday chatishtirish bo'ldi tovuq fermada. Mana shunday chatishtirishda deyapti. 10 mingta jo'ja olindi. 10 mingta jo'ja olindi. Ulardan savol titramaydiganlarni top deyapti. Titramaydigan jo'jalar soni. B savol kuchli titraydigan jo'jalar soni. S savol o'rtacha titraydigan jo'jalar soni. Birinchi nima qilamiz? Birinchi chatishtirib ko'ramiz, a? Mana bu natijasi qanday bo'ladi? Buni chatishtirsam agar. F1. Bitta bunday, ikkita heterozigota, bitta gamazigota ressessiv bo'ladi. Endi nima qilamiz? 10 mingtani teng 4 ga bo'laman. Chunki 1 2 1 ko'p 4 talik kombinatsiya, har biri 2500 tadan. Bu ham 2500 ta, mana 2500 oldida 2 ga ko'paysa bu 5000 ta, bu ham 2500 ta. Kichkinalar titraydimi, titramaydimi? Kichkinalar titraydi. Demak, mana bu 2500 tamiz titraydi. A savolda javobi chiqdimi o'zi? Yo bizdan titramaydigan so'ragan savolda. Demak, mana bu dominant belgili 5000 ga 2500 ni qo'shsam 7500 tasi titramaydi. Demak, mana A savoli javobi 7500. Mana chiqdi. Endi kuchli titraydiganlar so'rayapti. O'zi kuchli titraydigandan oldin titraydiganlar nechta edi? 2500 tamidi. Shuning necha foizida kuchli titrash bor? 20%da. Demak, B ni yechimini ko'ramiz. B ni yechimi 2500 ni 100% deymiz. Chunki o'sha umumiy titraydiganlarni 100% deymiz-da endi. Shuning 20% kuchli titraydi. Uni x deymiz. Ko'paytirib bo'lsak 500 ta chiqadi. Demak, necha yuzta bo'ladi javobi? 500 ta bo'ladi. Endi S 2500. O'rtacha titraydigan 2500 ni 100%, 30% ni x. Ko'paytirib bo'lsak 750 bo'ladi. Demak,
xuddi nimaga o'xshab ketar ekan? Penetrantlikka ham o'xshab ketar ekan. Penetrantlik faqat necha foizda o'sha belgi yuzaga chiqishini, necha foizda yuzaga chiqmasligini ko'rsatsa, ekspressivlik o'sha belgi yuzaga chiqadiganlarning ham necha foizda qay darajada yuzaga chiqadi? Kuchlimi, o'rtachami, kuchsizmi, ko'p yuzaga chiqadimi, kamroq yuzaga chiqadimi? O'sha narsani ko'rsatuvchi kattalik. Ekspressivlikni oliy ta'lim darsligida misolida ham mana shunday berilgan. Aynan tovuqlarning tana titrashi. Agar adashmayotgan bo'lsam, mana shunday ressiv belgi edi. Lekin yechimi agar ressiv belgi tovuqni tana titrashi desak, mana shunday qilinadi. Murakkabroq savollar ham bo'lishi mumkin. Diduragay holati bo'lishi mumkin. Mendel qonunlariga bo'ysunib ishlanib ketaveradi ko'pchiligi. Agarda mabodo Morgan qonuni, genlarning birikkan holda siylanish qonuniga ham tushib qolishi mumkin, masala shartga bog'liq. Endi kelinglar, sizlar bilan mana sertifikat to'plamlarida bor. Shu paytgacha sertifikatga tushganmi, tushmaganmi bilmayman. Ham penetrantlik, ham ekspressivlikni qo'shib bitta masala tuzib ishlab ko'raylik. Kelinglar. Mana misol uchun masalamiz shunday bo'lsin. Masalamiz katta A bo'ladi. Katta A bo'ladi. Polidaktiliya. Polidaktiliya, ya'ni ko'p barmoqlilik. Kichkina A bo'ladi. Sog'lom, to'g'rimi? Katta B. Mikrosefaliya. Bilamizki, bu kasallikda bosh miya qutisi kichkina bo'lib qoladi, tagin yuz katta bo'lib qoladi. Miya yaxshi rivojlanmagan. Kichkina B bu bo'yicha nima? Sog'lom. Ota mana bunday digitrozigota va ona mana bunday holatda bo'lsa polidaktiliya bo'yicha penetrantlik 30%. Mikrosefaliya bo'yicha penetrantlik 80% bo'lsa hamda polidaktiliyada 20% kuchli daraja, 30% 30 demaylik, bu ham 30 edi. 40% deylik, 40% o'rta, yana 40% qolgan 40% kuchsiz namoyon bo'ladi. Kuchsiz darajada namoyon bo'ladi. Shu oiladagi mikrosefaliyaga chalingan polidaktiliyaning o'rta darajasi kuzatiladigan farzandlar necha foiz? Farzandlar necha foiz? Ana, murakkabroq savol bo'ldi. Endi o'zi bu mavzu qiyin mavzu emas-ku. Shu mavzuni sal murakkabroq savoli bo'ldi. Ota-onam berilgan, mana penetimizni chizib olamiz. Katta B, mana bu erkak kishidan olinadigan gametalar, bular ayol kishidan olinadi. Katta, kichik B. Kichiga katta B, kichiga katta B, kichiga
kichik b. Mana shunday holatda endi katta A kichik b, kichik A kichik b. Endi nima qilamiz? Bizga kerakli genotipni topib olish kerak. Birinchi ekspressivlikni ham bir chekkaga surib, penetrantlikni ham bir chekkaga suramiz. Bizga kerakli avlodni necha foiz ehtimoli bilan tug'ilishini topaylik-da avvalo. Bunday qilamiz. Palidaktiliya bo'yicha ham kasal bo'lsin, to'g'rimi bu? Palidaktiliyaning o'rta darajasi. Undan tashqari mikrosefaliyaga chalingan. Bu degani bizga kerakli bo'lishi uchun qanday genotip kerak? Katta A'si ham, katta bo'lsa ham bo'lishi kerak. Buni sherigini ahamiyati yo'q. Gamma-zigota bo'lsa ham, heterozigota bo'lsa ham baribir kasal bu. Bunday katak 2 dona chiqadi. 2 dona, 3 dona chiqayotgan mana. Mana bu yerda chiqadi bitta. Shuni tagida chiqadi bitta. Va mana bu joyda ham chiqadi ikkita. Bo'ldi, boshqa chiqmaydi. Jami nechta? 3 ta. Mana 8 tani 100% deymiz birinchi. O'zi aslida tug'ilish foiz. 3 tani x deymiz. Bu 37,5% chiqadi. Endi buni mikrosefaliya buni yuzaga chiqish ehtimoli necha foiz edi? Penetrantlik mana 80% mikrosefaliya. Demak, buni ko'paytiramiz hali 0,8 ga. Endi yana bu nimani penetrantligi? Mikrosefaliyaniki. Undan tashqari menda palidaktiliya bo'yicha penetrantlik necha foiz edi? 30%. Bu degani katta A'si bor bo'lsa ham shundan 30% da kasallik tashqariga chiqadi yuzaga. Qolgan 70% da o'sha gen bo'lsa ham yuzaga chiqmaydi degan. Yana ko'paytiraman 0,3 ga. Bu nimani hisobiga? Polidaktiliya hisobiga. Endi nima qilamiz? Endi buni kichraytiramizda. Bunday qilib turib ko'paytirsa necha bo'ladi buni uchalasini? Necha? 9%, ha? Demak, 9% odamlar ham mikrosefaliya bo'yicha kasal, ham polidaktiliya bo'yicha kasal. Endi men ekspressivlik qaysi kasallik bo'yicha beryapman? Polidaktiliyada ekspressivlik beryapman, to'g'rimi? Ya'ni mana shu polidaktiliyada ekspressivlik degan so'zni yozmabmiz-ku, shuni atamasini yozmay, o'zini xususiyatini yozib ketibmiz. Bu yerda ekspressivlik necha foiz? O'rta darajada namoyon bo'lishi 40%. Endi mana bu sonni ham 40% ni topaman. Chunki bularni 40% ni topmoqchi bo'lsam 0,4 ga ko'paytiraman. 3,6%. Ko'rib turibmizki, ham mikrosefaliya ham polidaktiliya bo'lganlar 9%, lekin shularni ham 40%, ya'ni 9% ni ichidagi 40%. 3,6% mikrosefaliya qanday uchragan? O'rta darajada uchragan. Polidaktiliya bo'yicha. Polidaktiliya bo'yicha o'rta darajada uchragan 3,6%. Ikkita kasallik ham yuzaga chiqadigani 9%, lekin shuning polidaktiliyasida ekspressivlik bor-ku. Ulardan necha foiz uchraydi? Yana shu 9 ning 40%. Ya'ni 3 umumiy foizga nisbatan 3,6%. Qaranglar, bitta joyga e'tibor bering. O'zi aslida ikkita kasallik bo'yicha genotip bo'yicha 37,5% bo'lishi kerak edi. Kamayib, birinchi penetrantlikni hisoblaymiz, keyin ekspressivlikni hisoblaymizda chiqarib olyapmiz mana avlodni. Mana ikkalasi qo'shilgan masala. Mendelda 3-qonuni bo'yicha gameta olib, qoidalar bo'yicha ishlanadi. Mana shunday holat bu. Savollaring bormi bu bo'yicha? Masalalar o'zlaring bir harakat qilib ko'rasiz.